Jumanazar bilan elektromobil o'garib o'rganmiz. Juma aytadi, aka bitta zaryad bilan 1 yil yuradimi deydi. Bitta zaryad bilan 1 yil yuradimi deydi. Bu qala to'satda bo'lib qoldi rajalavi. Men ham bilmasam aytib qo'ydim. 1 yil yuradi ponna vaqtdan debdi. Adashmovchilik bo'lganda. Lekin videolar yaxshi chiqyapti, to'g'rimi, Juma? Ha. Video chiqyapti-ku, to'g'rimi? Yana qaysi gapni ham suhbat akanga aytganman-man, nimadir deganman-ku. Ha, sening mashinang vodiyga bor, endi bizda Samarqanddan-da o'zimiz, Urgutdan. Ustozim aytdilar, vodiyga boradimi sening mashinang dedilar. Juma nima dedi bilasizlarmi? U mashin Samarqandga borgan nima vodiyga borolmaydi. O'zimiz Samarqanddan, Urgutdan. U mashin Samarqandga borgan vodiyga borolmaydimi dedi. Hayot qiziq bo'lib qo'ygan-da, kayfiyat begamat ketgan. Kelgan narsani qaytarmaydi-ku. Lekin kelgan narsani qaytarmasang borku, ko'zlar ochib ketadi.